Katta oila uchun mo'ljallangan, o'zimni fukusimga, dadamga qarab ta'mirlab olaman deganlar uchun zo'r planirovkadagi uyimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Uyimiz 3 sotix, oshxonamizdan va mansardamizdan tashqari 7 ta xonadan iborat. Mansardada yana bemalol 4 ta xona qilib olish imkoni bor. Uyimizning fasadini eni 10 metr, uzunligi bo'lsa 30 metrni tashkil qiladi. Uyimiz Yunusobod tumani Katta Hasanboy Ahrorobod ko'chasida joylashgan. Orientirimiz yoshli sport kompleksi bordi. Uyimizning atrofida maktab, bog'cha, supermarket hamma sharoitlari bor. Частный maktab va частный bog'chalarga ham yaqin joylashgan. Uyimiz tupik ko'chani ichida joylashgan. Ko'pchilik tupik ko'chani yaxshi ko'radi, tinch va xavfsiz bo'lganligi uchun. Uyimizning tashqarisiga bemalol bitta mashina qo'ysanglar bo'ladi. Uyimizning tashqarisiga zelenoy zona uchun ham joy ajratilgan. Ikkita yonma-yon uy ko'rib turganinglardek, chap tomondagi uyimiz sotib bo'lingan ekan. Mana shu o'ng tomondagi uyimiz sotilyapti. Shoshilib qolinglar. Bunaqa zo'r planirovkadagi uylar tez sotilib ketadi. Hozir endi sizlar bilan birgalikda hovlimizni va binoyimizni ichini ko'ramiz. Hovlimizga kirishimiz bilan darvozaxonamizda joylashgan. Ikkita 3 ta mashina bemalol hovlimizning ichiga kira oladi. Binoyimizga bo'lsa ikkita kirish eshigi bor. Bu yerda asosiy eshigimiz joylashgan. Hovli orqali kirilganda primoy oshxonaga kiriladi. Hovlimizda binolarimiz ko'rib turganinglardek shunaqa G obrazniy bo'lib qurilgan. Pishgan g'ishtdan ko'proq pochkali g'isht ishlatilgan ekan. Hovlimizning o'rtasida bo'lsa zelenoy zonaga ham joy ajratib qo'yilgan ekan. Hovlimizning etek tomonida bo'lsa yozgi oshxona uchun joy ajratilgan. Bemalol bitta tapchan qo'yib yoz issiq kunlarda maza qilib dam olib o'tiradigan joy qilib qo'ysanglar bo'ladi. Binoyimizning tom qismi to'liq yopilgan. Bu tomonda bo'lsa kotelni uchun joy egalari shunaqa joy qilib qo'yishgan ekan. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet hamma kommunikatsiyalari bor. Hovlimizda ko'rib turganinglardek tayyor stяжка qilib qo'yilgan. Hozir endi sizlar bilan birgalikda binoyimizning ichiga kirib, xonalarini ham ko'ramiz. Binoyimizga kirishimiz bilan bu yerda hovlimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan ikkinchi qavatga chiqsa bo'ladi. Ikkinchi qavatimizni videomiz davomida sizlarga ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan chap tomonimizda bo'lsa, zalimizda joylashgan. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan. Uyimizda sifatli qurilish mollari ishlatilgan. Qavatlarimizning orasiga plita qo'yilgan. Binoyimizga kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, bu xonamiz oshxona uchun mo'ljallangan ekan, ya'ni ovqat tayyorlanadigan joy uchun mo'ljallangan. Ovqatlanib o'tiradigan joyga bo'lsa, alohida bitta xona qilingan. Uyimizning podvali ham bor. Podvalimizga bo'lsa, faqat mana shu joyimizning o'zidan tushiladi. Faqat ikkita xonamizning tegini o'zi podvaldan iborat. Bu yerda hozir aytib o'tganimdek, choy ichib o'tiradigan xonamiz joylashgan. Bu yerdan ham hovliga chiqib ketsa bo'ladi. Ko'rib turganinglardek, panorama rom uchun mo'ljallab ketilgan har bitta xonamiz. Bu yerda bo'lsa родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning o'zini alohida sanuzyoli bor. Hozir endi ikkinchi qavatimizdagi xonalarimizni ko'ramiz. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan koridor. Bu yerdan bo'lsa mansardaga chiqsa bo'ladi. Mansardamizni videomiz davomida ko'rsatib o'taman. Mansardamizda hozir aytib o'tganimdek, yana 4 ta xona qilib olish uchun imkoniyat bor. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda родительская spalnyamiz joylashgan. Bu xonamizning o'zini alohida bu yerda sanuzyoli va alohida garderobnisi bor. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda ham spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning oynasi hovliga qaragan. Bu yerda ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzyol, uni yonida ham spalnyamizni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatimizning patolog qismiga ham plita ishlatilgan ekan. Bu xonamizning oynasi ko'chaga qaragan.
Bu yoqda bo'lsa ikkinchi qavatimizda uchun zalimizda joylashgan, lekin o'zingizlarning xohishingizga qarab bu xonamizni ham spalnya qilib olsanglar bo'ladi. Bu xonamizni ham oynasi ko'chaga qaragan. Mahallamizni ko'rib turganingizdek, juda ham fayzli va juda ham tinch mahalla. O'zi Hasanboy mahallani ko'pchilik biladi. Mansardamizda ko'rib turganingizdek, svobodnoy planirovkada bemalol 4 ta xonaga yana 2 ta sanuzelga ham joy bemalol yetadi. Kakras 4 ta o'zini oynasi bor. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Shunaqa katta oila uchun mo'ljallangan korobka hovli qidirgan do'stinglarga bu videomizni yuborib qo'yinglar.